من ذكر قولتنش حديث عن أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة الجراح خبرت رضي الله عنه عن النبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أيت كان رأيت ربي في أحسن صورتي. Bir vaqt Peygamberimiz sahabeler ayta men de Robbimni eng ko'rkam holatda ko'rdim deydi. Fima yaxtasimul mala'ul a'la. Ham shunda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam G'ubayda ibn Jarrohdan so'ray, sen bilasizmi? Buyuk ko'kda bo'lgan buyuk jamoat, ya'ni shu buyuk jamoat ni turida bahoslashadi. Ni turida bahoslashadi. Gaplashaydi. Faqultu ham shunda G'ubayda ibn Abi G'ubayda ibn Jarroh ayta, men aytdim dey, la adri, bilmayman. فوضع يده بين كتفي. Shunda Allohning ishisi o'zining qo'li mening ikki eng boshim orasına keltirib qo'ydi deydi. Hatta wajadtu bardata anamilihi. Hatta men onun qo'lining salqinligini tuydim deydi. Summa qal, shundan so'ng aytdi, fima yaxtasimu al-mala'ul a'la. Sen bilasizmi? Buyuk ko'kdagi buyuk jamoat, ko'kdagi bo'lgan buyuk jamoat ni turida gaplashadi, ni turida bahoslashadi. Tushuntirib qo'ysam, tushuntirib qo'y. Eshikni ochib qo'y. Ni turda aplasha. Faqultu fi kaffarati wad darajat. Ham shunda men aytdim de, alardi gunohlarni kechira turgan amallar turunda, ham endi kishining darajasini ko'tara turgan amallar turunda сөйләшәләр. Qala wa ma kaffarat. Shunda payg'ambarimiz so'radi, "Annar so'ng ul nindi amallar so'ng kishining gunohlarini kechira turgan?" Qultu, hamin aytdim, isbag'ul wudu fi sabarat. Haminde şu amallarning birisi ul da bo'lsa salqin vaqtda taharat alu. Va naqlul aqdami ilal jamaat. Ham shloyiq jamoat namozina borganda oyoq adımlari. Qala va ma kaf va intizaru salati ba'da salah. Ham shloyiq aytdi, ul da bo'lsa namozdan so'ng ikkinchi namozni kutu. Qala fama darajat. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davom etdi, annarsa so'ng darajat. Faqultu, men aytdim de, itg'amul ta'am, kishilarni oshatu, ya'ni bu kishining Alloh qarshisida darajasini ko'taradigan amallar. Kishilarni oshatu va ifsha'us salam, salam taratu va salatu bil-layli wan nasu niyam. Ham endi boshqa kishilar yo'qliganda tunla namoz o'qu. Ha? Nechik? Niyam. Qala qul. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi. Qala qultu ma aqul. Hamin so'ram narsa deb aytdim. Qala qul. Hamul aytdi, ayt, Allohumma, ey Alloh, inni as'aluka amalan bil hasanat. Ey Alloh, men sendan izg'i amallar, xayrli amallar so'rayman. Va tarkan lil munkarat. Ham shulay tiyilgan amallarni qoldirdan so'rayman. وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم. Haminde ey Rabbim, agar sen biror xalqqa biror fitna jiberga tilasang, hamin shu xalq orasida yashasam, faqbidni ilayka g'ayra maftun. Shu fitnaga lakkanchi meni o'zing yonina olib ket. O'zing yonina olib ket. Ham payg'ambarimiz shunday duo irata kimga? Abi G'ubayda ibn Jarrohqa. أبو عبيدة بن جراح قال: قال الشيخ في هذا الحديث بيان جملة من الفوائد والأحكام فيها. Bu hadiste şeriat ahkamları hem şöyle faydalar var. أولا إن birinci أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه رؤيا منام. İn birinci Peygamberimiz bu hadiste ayta, men Rabbimni ko'rdim deydi. Nechik ko'ra? Olimlarimiz ayta, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Robbisini yuragi bilan ko'radi. Tunna yiqlaganda Robbisin tushunda ko'radi. To'yib. Val muradu bil malaa'il a'la. Haminde payg'ambarimiz aytdi, so'radi bit. Ustdagi buyuk jamoat, ko'kda bo'lgan buyuk jamoat ni turida gaplashadi deb. Ko'kda bo'lgan buyuk jamoat kimlar u? Kimlar u? Farishtalar. Farishtalar, ya'ni ular farishtalar. Fi hazil qawli dalil ala anna nabiy sallallohu alayhi la yaqulu illa bima a'lamahullohu va awhahu ilayk. Ham bu sizlarda dalil turadi shayx narsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam baratik
Allah haber etken, bartek Allah iletken neslerini kişilere sidraman. Yani uzinden bir nesle de silemi. O'zidan chiqib bir narsa da aytmaydi. Va huwa qudvatul umma hamul bizning ummatimizning misoli bo'lib turadi. Fala yajuzu li ahadin an yaqula ghalallohi bi ghayri ilm. Shunga ko'ra bir kishiga degan Alloh turida, ya'ni payg'ambarimiz turida g'ilmsiz bir narsa da aytirga yaramaydi. Birimizga degan Alloh turida, payg'ambarimiz turida, Allohning dini, shariati, islom turida g'ilimsiz o'zingdan chiqib bir narsa da aytirga yaramay. Bir narsa da aytirga yaramay. Bal in alima shay'an qala bihi wa in. Shunga ko'ra agar sen bir narsani agar sen dindan, Qur'ondan, sunnatdan, g'olimlardan bir narsa o'rganding ekan, bu narsani kishilarga yetkir. Lekin o'zingdan chiqib kishilarga bir narsa da din turida silama. O'zingdan chiqib kishilarga din turida bir narsa silama. Va kaffaratu hiya allati yukaffirullohu g'azza. Ham shunday amallar bor. Bunday amallar ishlaykan Alloh subhanahu taolo narsa kishilarning gunohlarini kechira. Ham shu amallardan bo'ldi narsa kishilarni oshatuv. Shu amallardan bo'ldi narsa masjidga boru, jamoat namozina. Shu amallardan bo'ldi bir namozdan ikkinchi namozni kutib o'tiruv. Masalan, kishi masjidga keldi ekan, oqshom namozi o'qidi, ham ikkinchi shunda yastu namozni kutib o'tirar ekan masjidda. Shu vaqtda uning narsa uning gunohlari kechiriladi. Shu vaqtda uning gunohlari kechiriladi. Shunga ayta vantizar masalan aytdik, va aytgan muttaqamni to'sh aytdik. Va ham shunday narsa salam taratu. Gunohlarni kechiradigan amallar ul bir-biriga musulmonlarga salam taratu. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam afshu salam dedi, salam taratasiz. Bilganlarga degan, bilmaganlarga degan. Bilganlarga degan, bilmaganlarga degan. Nechik? Shunday gunohlarni kechiradigan amallar esa tungi namozga turib, boshqa kishilar yo'qanda tungi namozga turib, va salatu billahi va nas niyam ay salatu lay allati warada targhibu fiha fil Qur'an fi sunnah. Ham shu tungi namoz turida bizga Qur'onda ham sunnatda bir ko'p yani onun fazileti turunda keldi. Ve nevafil layl ay tahajjud, yani tahajjud namazı ve nasu niyam ve fadlu azim. Ham bu şeyh ayta şu kişiler yoğanda tünge namazını okunun fazileti, ecir savabı big zordi. Fazileti, ecir savabı big zordi. Allahu alem.